20 kunga deb olgan eding. 5 oy bo'ldi. Qachon berasan qarzingni? Sen bir qarz bermagan ekanda, xommi. Qilib beraman o'sha qarzingni, qilib beraman. Qilib berarsan. Qarz bergan men aybdor ekanman-da. Mayli. Ha bolam. Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. 4-5 ta tanishlarimga qarz bergan edim. Olganda o'rtoq 20 kunda qilib beraman, 10 kunda qilib beraman deb chiroyli gapirib olishuvdi. Endi beradigan paytga kelganda beraman deb o'sha pulingni qarib so'raverasanmi deb har xil yomon gaplar gapirishadi. Ada, sizlarning paytda ham shunaqa bo'lganmi? Bo'laman. O'zar paytda qarz so'rash juda og'ir edi. Hatto bir nonga muhtoj bo'lgan odam ham xijolat bo'lardi birovdan borib qarz so'rashga. Mana o'zing aytyapsan. Yaqin o'rtoqlarim deb. Qarzni kim so'raydi? Aka-uka yoki bo'lmasa qarindosh urug' yoki eng yaqinlaring so'raydi. Buni senda pul borligini bilib so'raydi. Bolam, sen sababini qilib so'rayver. Ularga insof bersin. Beruvchi qo'l hech qachon kam bo'lmagan. Hozir Kim bo'ldi yana? Qosma qari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'shni yaxshimisiz? Qani, uyga kiramiz. Aka, rahmat kattakon. Mana olgan qarzim uzr. 2 kun kech qoldim. Oyligim sal kechroq tushib qoldi. Lekin qiynalgan kunimda juda katta yordam berdingiz. Kattakon rahmat aka. Meni ham sizga o'xshab beruvchi qo'llardan qilsin. Sog' bo'ling iloyim. Rahmat sizga. Rahmat. Chiqinglar uyga. Gaplashamiz. Boringizga shukr qo'shni, lekin Xudodan qo'rqmaganda ham ko'payib ketdi. Kim ekan bolam? Yon qo'shnimizga qarz bergandim. 2 kun kech qolganiga xijolat bo'lib olib chiqibdilar. Ana. Ko'rdingmi? Bu dunyoda yaxshi insonlar ham ko'p. Buni unutma, o'g'lim. Unutma.